Assalomu alaykum. Mana bugun operatsiyani boshlayapmiz. Mana bitta mijozimiz kelgan operatsiya stolida. Mana asbob-uskunalar, mana qistirib qo'ygani, qimirlab ketmasligi uchun mana avtoklubdan chiqqan virus yo'q. Mana buning uchun bizga asbob-uskunalar kerak bo'ladi. Mana bular ochiritda kasallar. Mana 2 kishiga bo'lgan, yer xodimmi. Asbob-uskunalar mana hamma yo'q ketyapti. Asboblar mana eng katta operatsiyani mana bunda qilamiz. Mana keyin kasallar, mana bitta becharaga bo'lgan. Mana bitta mana puli ko'proq shekilli 2 kishi kelgan. Undan keyin kasallar, mana orqasidan kelganlar. Hozir mana operatsiyani boshlaymiz. Operatsiyani boshladik. Birinchi maskani taqib olamiz. No, now you're doing it well. Yeah, that's the way. That's how you way. Two more. That's good, huh? Keep going, keep going. Okay, that's good. I think we need to take it out right now. Operatsiyamiz muvaffaqiyatli yakunlandi. Mana qo'ydik. Samoxda. Endi navbat mana bu juftlikka. Mana bular kiyinroq. Ularga yaxshilar. Soqqas. Mana asboblar yangi ochamiz mana. Yangi ochilmaganlarni. Mana hozir ishlatdik. Mana bu ishlar. Endi yangisini ochamiz mana. Lomba. Kimga shuna ishlar kerak bo'layotgan bo'lsa, nomer qo'yib qo'ymayman. Sekin to'g'ri urasizlar.